Hoy, akalar nima qilyapsizlar? Ya osilyapmiz-da, ishaman yana bir ko'rsatyapmiz-da. Ha, sinovdan Ha, o'tkazyapsiz. sinovdan o'tkazyapmiz. Aka, sizlardan bu yana boshqa odamlar deb ko'taradimi? Ko'taradi aka. Nech kilosiz aka siz? 80 kiloman men. 80 kilodan pashto 250 kilo yuk turib bitta joyda o'zi, 1 metr joyda o'zi. Mana bitta firmani o'zi ko'taryapti. Bitta firmani o'zi. Firmamiz nechi bu razmeri? 16 metr. 16 metrli firmamiz o'rtalab mana 200 kilodan oshiq yukda mana akalarimiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Ko'tarib turibdi. Do'stlar, mana sizlarga ham mana 2024-yilda mana shu konteyner mahsulotidan tom yopish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, hozir mana biz Andijon viloyatidagi mana qo'ligul ustakalarimizni mana navbatdagi obyektlarga yetib keldik. Hozir bu joyda mana shu tomimiz ustunsiz. Xo'p, uzunligi 30 metr, eniga o'rtalar 16 qilib mana ustunsiz qilib mana shu tomimizni yopib berishibdi. Bu joyimiz sal kichikroq, lekin bundan ham kattaroq joylar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xo'p, eni necha metrgacha ustaka? Eni 25 metrgacha. Ha, eni o'rtalar 25 metrgacha, ag'i uzunligi ketaveradi. Kilometr bo'lsa, kilometr ham ketaveradi. Kilometrgacha ham ag'ini tomini yopib berishaveradi. Do'stlar, hozir videoning davomida shu tom yopish xizmati nech puldan bo'lyapti va xizmatlar qanday bo'lyapti, shular to'g'risida batafsil ko'rsatib, tanishtirib o'tamiz. Do'stlar, video yoqsa like bosib, mana shu tom yopish xizmatida bo'lib o'ylanib yurgan akalarimizga ushbu videorolikni jo'natib qo'yishlaring mumkin. Xo'p, usta aka, endi bu yer nechi bo'ldi dedingiz? Uzunasiga keladigan bo'lsa, aka, uzunasi 30 metr bo'ldi. Uzunasi 30 metr. Uzunasi 30 metr. Mana uzunasiga o'rtalab 30 metr, eni nechi bo'ldi? Eniga 16 metr bo'ldi. Xo'p, 30 ga qoshlari bilan shapkalari bilan 16 metr. Ha. Yo, shapkalari bilan. Shapkalari bilan 16 metr. Shapkalari bilan bu o'rtalab mana qaranglar. Gap yo'q lekin. Bu kecha ya bugun bitishi kerak o'zi, menimcha adashmasam. Ilgari kuni bitkizdik aka bu ishni. Ha, ilgari kuni. Ilgari kuni. Bu tagiga haligilarni ham sizlar qilib berdinglarmi aka? Ha, parallellarni chiroqli qilib tortib berdik. Ho, qaranglar. Klientimiz aka shu pastga issiq uryapti, tunkadan oldin qo'yib yuboraylik dedi. Mana shu parallellarni sotib berdik. Salqingina bo'lib qoldi, chiroqli bo'lib. O, qaranglar, yoz kunida ham, jazirama issiqda ham issiq urmas ekan, ichkariga. Bemalol odam shu o'tirsa bo'ladi. Gap yo'q, qaranglar, bemalol katta sahna bo'libdi. Qoyil. Endi usta aka, bu oralari nechi bo'ldi endi buni? Bu firmalarimizning oralig'iga keladigan bo'lsa, aka, yana mana. Xo'p. Bu firmamiz bilan bu firmamiz oralig'i aka 1.30 dan qo'yildi. Ha, 1.30 dan. Oralig'i 1.30 dan. Standart 1.30 bo'lyaptimi hozir? Standart 1.30. Agar loy bosaman deydigan bo'lsa, lom bosqilinadigan bo'lsa, 1 metrdan 1.30 gacha oralig'i qo'yilaveradi. Loy bossa ko'tarib turaveradi. Agar loy bosinma desa, 1.30 dan